Shaxsan men o'zim Saudiya Arabistoniga sayohatni ham shaxsan Dostların qalbida maynun ochmas o'tirasan ashlotar ketmagansan bizni sen yonimizda bir umr yonimizda qalbimizda yashaysan sen do'stim seni unutmaymiz biz yonimizda yurgandek yonimizda yuragimiz to'rida sen borsan O'zingiz ko'zida kuzatar ko'zingiz ota-onangiz quvonchi bo'lgan edingiz tengsiz ijodingiz bugun ro'yobga chiqqanida yonimizda emassiz afsus yonimizda bir umr yonimizda qalbimizda yashaysan sen do'stim seni unutmaymiz biz yonimizda yurgandek yonimizda yuragimiz to'rida sen borsan hech kimdan yordamsiz ayamasdingiz men unuta olmasman buni hech siz kabi mo'min inson aziz bo'lgan har on qo'shiqlarim qanotida qulingsiz yonimizda bir umr yonimizda Allah o'zing darlarimga shifo komilat qo'yib Parvardigorim o'zingdan umid bo'lsin. O'zingga hamd sanoq bo'lsin, shunday kunga yetgan shunday holatga kelgan Alloh. Hamma ayrim bu ishlar doniyor. Kuzlari, ishlari, doniyor, so'zlari, hojilari. bashar farzandi Abdullah o'g'li Arab sahrosidek Hoshimning nomlarini, Azzani va Alichning nomlarini bo'ldingiz hammalarni Mahmud akam, Dilshodning nomlarini, Bekzod ukamning nomidan assalomu alaykum yo Parvardigorim o'zing payg'ambarimizga salomlar bersin. Mushkulotlarni osonligini bo'lsin Parvardigorim. sizning yo'lingiz Mahalla to'ylarimizdagi hammasi qurobli dalolat qo'yib, Nurozildan o'tsin Abdullani hamma bemor ostlarini nomidan salomlar olsun. assalomu alaykum Ya Rasulullah, ya Rasulullah. assalomu alaykum ya Ahalla to'ylarimizdagi hammasi qurobli dalolat qo'yib, yine hamgina ularni farzandlari Amira va amiralari hammalar nomlarida salomlarim yetsin Allohning payg'ambarimizga
O'tganlarni Alloh o'zi rahmatiga haqiqiy odamlari, do'stlari, amakalari, qo'ylari, hammalari, bolalari, ko'chalari hammalarini oxiratlarini obod qilgan. Kıyamet eyyamı Gunohlarimdan o'zing kechir, xotirlarimga ol. Sizga nasip etsin Dartlarim Mahmud Assalamu aleyke Mana bugungi kunda oldida katta bir imtihon o'tirgan million jamoasi bor. So'ram ukam, siz qatori hamma ukalarimni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman men sizlarni. Bravo. Yapon Umid, Otabek, Anvar, Shahlo. Sizlar ham tezroq sahnaga qaytib, chiroyli konsert beringlar. Millionning yuzi yorug' bo'lsin. Dizayn sizlarni har doim hurmat qiladi bolalar. Payg'ambar Isroil, ular onalari oxiratlarni obod qilgin. Bir ekan mustazorlarni oxiratlarni obod qil. Aligan ekanmi, jigarimni, qadrdonimni. O'tgan avlod ajdod ota-onalarini Allohim oxiratlarni obod qilgin. Qadimgi sohib ekan, Mohir ekan. Yo'da mana g'ayrat ekanlar bor. Anjoli g'ayrat ekanni ham Allohim o'zing o'z panohingda asragin. Martabalarni bundan ulug' qil. O'zga katta san'atlarga san'at qo'sh. Qodir ekan majidlik, akajonim, yuzda bo'lsin, tanjolisda bo'lsin. Salom, jigarim. Bu yaptılar dililer artık. Allah için anneler yaptılar. Madaret vaziri gibi adında hamma kadırda oldu. Ahli sanat. Abdullah Acı. Hammaları. Abdurrahmanlar. Estağfurullah. Özbekistan, Do'stligilar, Sevimligilar, Mamirjon, Nosir, Qodira, Butunligilar, Abdurahmonning o'yligilar, Abdurahmonning buvisi, Qobiljon ukamdan o'tgan ota-avlod, ona-avlodlari. Men bilgan, bilmagan, men bilan birga partnerlik qilgan, meni to'g'ri tarbiyaga solgan ustozlarim hammalari hammasiga sizlar sababchisizlar. Allohim baraka ustozlarimni Alloh o'zlagin. Farzandlarim o'rniga men bemor bo'laman. Kerak bo'lsa ularga bor jonim ber. Qancha toshing bo'lsa mayli menga ot. Faqat farzandlarim yig'latma hayot. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Dizayn jamoasining Dilshod Musayev akamiz olamdan o'tibdi. Oxiratlari obod bo'lsin, qorong'u yo'llari yorug' bo'lsin. Hammadan xalqimizdan duo qilib qo'yishingizni iltimos qilib qolaman. O'rtoqlar, yaxshi inson edilar. Inshaalloh yaqinlariga, farzandlariga sabr va toqat tilaymiz. Ota bu ulug' ne'mat. Otadan ayrilish bu juda katta yutqazish. Eng katta yutqizish otadan yutqizish deb o'ylayman. Oxiratlari obod bo'lsin, qorong'u yo'llari yorug' bo'lsin. Duoda bo'lib turinglar azizlar. Qabr azobidan Alloh taolo saqlasin. Amin. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo ketib olay Qoyin tavof etib olay To'xta ey xalq yetib olay Tobut mingan otam mening Hech topilmas donam mening Qoch ey dunyo tutma qo'lim Yetar shuncha to'sding yo'lim
Mana o'rtalar tashlagan janozalari ostdan. Duo turinglar, haqqiga duo qilib qo'yinglar. Mana yonlarimizdan o'tyaptilar mana. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin akamizni. Mana bu to'la Dilshod akani janozalari mana shu yerda ko'radim, hozir olib kelishdi. Mana shu masjidda soat 11:00 da janozalari o'qiladi. Bu qabriston ekan. Lokatsiyalarini so'ragan insonlarga istoriyamda lokatsiyalarini qoldirdim. Kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, inshaalloh soat 11:00 da janoza namozlari o'qiladi. Mana bu qabristonda joylanadi. Tongda quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen. Do'stlaring qalbida maynur ochmas o'tirasan, ashlotar ketmagansan bizni sen. O'g'lingiz ko'zida aksatar ko'zingiz, ota-onangiz quvonchi bo'lgan edingiz. Tengsiz ijodingiz bugun ro'yobga chiqqanida, yonimizda emassiz, afsus hech Assalomu alaykum azizlar. Hozir Dilshod bek ukamizni janozasidan chiqdik. Hammaga ham shuni endi o'lim haq. Joy jannatda bo'lsin ilohim. Endi men ham havas qildim. Shuncha odamni ko'rib, meni ham janozamda shunaqa odam bo'larmikin deb ozgina samimiyat saqlaman, chunki meni ko'p o'ldiga chiqarishyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Endi rost ekaniga o'lib qolsam odam kelarmikin deb qo'rqaman. Nima bo'lganda ham Dilshodbek ukamizni joyi jannatda bo'lib, Allohning jamolini ko'rish nasib qilsin. Hammamizga ham chiroyli o'lim nasib qilsin. Allohu akbar.